aziz ustozlar, bugungi bayram tadbirimizga xush kelibsiz. Bugungi kun barchamiz uchun unutilmas kunlardan biridir. Bu kun balki bolajonlarimiz, hattoki biz uchun ham hayajonli daqiqalarga boy bo'lib, farzandlarimizning mustaqil qadamga qadam qo'yishining ilk bosqichlaridir. Keling, bugungi bayram tadbirimizning ishtirokchilarini kutib olsak. Marhamat. Bog'chaga kelishi bilan o'zining suxandonligi bilan mashhur bo'lgan o'g'limiz hamda uning yonidagi eng go'zal, latofatli qizimiz kutib oling. Safarova Sadiyaxon va Alisherov Akobir. Guruhimizning eng bilimdon, namunali, barcha narsaga qiziquvchan va biroz sho'xchan bo'lgan qizimiz, o'g'limiz, tarbiyalanuvchilarimizni kutib oling. Hasanov Begali, Inomjonova Oysha, Murodjonov Mirkomil, marhamat. Rusiy zabon bo'lsa ham o'zbek guruhiga ketmasdan, unga oxirigacha sodiq qolgan do'stlarning eng sadoqatli do'sti va eng go'zal lavlobar qizimiz, hamma narsaga qiziquvchan, biroz erkaroq she'r yodlashga va eng aqlli, bilimdon o'g'limiz davramizga taklif etamiz. Marhamat, kutib oling. Mamatjanov Imron, Baydullayeva Robiyaxon, Abdug'affor Muhammad Alilar. Guruhimizning to'polonchi, lekin hamma narsaga qiziquvchan, hozir javob o'g'lonlarimiz va ularga doimo o'zining namunasi, odobi, bilimdonligi bilan namuna bo'ladigan go'zal, dilbar qizimizni taklif etamiz. Marhamat. Norpo'latov Muhammad Ali, Najmiddinova Bahora Oy, Ayumbekov Muhammad Loyiq. Marhamat. Professor bo'laman, men kelajakda fan doktor bo'laman deb o'ziga maqsad qo'ygan tarbiyalanuvchilarimizni kutib oling. Rasulova Safina Oy va Shavkatov Qahramon, marhamat. Savol bersangiz biroz o'ylanib turaman, lekin shoshmasdan eng to'g'risini javob beraman. Har doim tadbirlarda mas'uliyatni his qilaman. Menga bergan ishonchingizni oqlayman deya davramizga tashrif buyuradi. Akmalov Muhammad Amin, Jumayeva Shukrona, Ne'matullayev Asrorbek, marhamat. Dilfuza Haydarovna deya charchamagan, har doim bog'chamiz uchun eng namunali suxandonlardan biri bo'lgan zukko bolajonlarimizni davramizga taklif etamiz va bular orasida o'zining mayin tabassumi bilan hammani o'ziga rom etadigan qizimizni ham taklif etamiz. Marhamat, kutib oling. Mo'minjonov Usmon, Mavlanova Mubinaxon va ana o'zidan eshitaylik. Marhamat. Barakalla. Aziz bolajonlar, bugungi kun sizning kuningizdir. Endi Ruxsora Shakirovna, sizga ko'p savol beraman, lekin javob berishga erinmang. Biroz boshingizni toliqtiraman, lekin mana shu javoblar men uchun juda ham qiziq deya tinmasdan so'roqlab turadigan, har doim mehr beradigan tarbiyalanuvchilarimizni davramizga taklif qilamiz. Marhamat, kutib oling.
Keling, o'zingizni tasvir tanishtiraymi? Keling, bu bola maqsad qildi, men o'z ismimni, familiyamni o'zim aytaman. Keling, bir imkon bering. Qadrlayman Muhammad Ali. Assalomu Slivaxon. Marhamat. Guruhimizning eng aqlli, dono wunderkindlari, barcha narsaga qiziquvchan, zukko, bilimdon va sport bo'yicha bir necha musobaqalarda chempionlikka erishgan o'g'lonlarimiz va ular orasidagi lobar, dilbar, bog'chaga bir kun kelsa ham hamma narsani yoddan saqlab qoladigan go'zal, dilbar guruhimizning erkatoyini taklif etamiz. Marhamat, kutib oling. Zabihullayev Umarbek, Rustam va Muslima va Sherif Abdulloh. Barchangizni bugungi kun bilan yana bir bora muborakbod etamiz va bayram tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun biz uchun unutilmas kun. Bugun biz sevimli bog'chamiz bilan xayrlashamiz. Yana bir yoshga ulg'aydik. Bundan biroz xursand bo'lamiz, bundan biroz xafa bo'lamiz. Qadrli bog'chajonim, men senga a'lo baho o'qishga, ona vatan bayrog'ini balandga ko'tarishga, munosib farzand bo'lishga va'da beraman. Ruxsora Shakirovna, Dilfuzamat Haydarovnaga bermadingiz-ku. Ko'rib turganingizdek, bolajonlarim judayam aqlli zukko. Hattoki tadbirda ham kim birinchi so'z navbatini berishni bilishadi. Marhamat, bugungi davramizga bog'chamiz direktori To'laganova Dilfuzamat Haydarovnani taklif qilamiz. Qarsaklaringiz mana shu bog'chamizni gullab yashnashi uchun bizga bosh bo'ladigan, har doimgidek bizni qo'llab-quvvatlaydigan, bolajonlarni bizdan ko'ra ko'proq sevadigan, biroz bolajonlar uchun bizni urishtiradigan direktorimiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli onajonlar. Hammanglarni bugungi bayram tadbirimizda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bog'chamizga kelganda bu jajji bolajonlarimiz juda ham kichkina edi, mana bugun o'sib, ulg'ayib, ancha katta bo'lib qolishibdi. Men bular bilan xayrlashkim kelmayapti, to'g'risini aytganimda. Nima deymiz? Bularga ulkan muvaffaqiyatlar tilagan holda, kelajakda oliy dargohlarni ham mana shunday chiroyli qilib yakunlashlarini tilagan holda bugungi bayram dasturimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat, tilaklaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'zbekiston O'zbekistonning chinni tilda doston jahon ichra yagonasan, xalqing ulug' mardonasan. A'lo o'qitsin oltimiz, o'zbek elin quvonchimiz, buyuk vatan ishonchimiz, biz bolalar qo'noq o'g'il qiz bolalar. Men vartoqlarim sizga rahmat aytamiz. Odob va tarbiyani olim ota-onamda endi bilimxonaga yuklash ostonada. Menda yoshim 6da, yoshim yetmay qoldi. Maktabda yozishmaydi, o'qishda olishmaydi. Yillar yo'lmas keliga, bu yil to'ldim 7ga. Endi katta bo'laman, men maktabga boraman. Barakalla bolajonlar. Hozir barchamiz ko'rinmay qoldi. Mehribon va muloyim, siz bizlarni tutasiz, bag'ring
egallab oling. Erkalik va sho'xlikni tashlab keldik bog'chaga. Hamma o'yinchoqlarimni taxlab qo'ydim tokchaga. Jaranglar qo'ng'iroq, bu birinchi qo'ng'iroq. Doim haqni so'zlangiz, yo'q ravnaqil ko'zlang. Hayat sababli bog'cha, hayat o'nchoqlarimni maktabga boraman, hayat qo'g'irchoqlar. Bugun boshlanar darslar, o'qishga zo'r havaslar, jarang jurun qo'ng'iroq, darsga kiring siz tezroq. 7 yoshga to'ldimmi, rassomni ko'rdimmi, endi navbat o'qishga, alifbe o'rganishga. С утра украшен. Сегодня праздник выпускной, и мы гордимся садом нашим, ведь он для нас как дом родной. Maktabga olamiz, unutmaymiz hech qachon senami. Qolgan bolajonlarni sekin surib olamiz. Barakalla. Keling, Umarbek. Eng a'lochi bilan ona yurtida barcha konsultasiya. 27 men maktabga ketdim. Hali men do'stlarim, hali men bochopam. Barakalla. Endigi navbat bolajonlarimiz ijrosidagi raqsga marhamat tomosha qiling. Aqlli bolajonlarim, marhamat, joyingizga o'tirib oling. Baraka. Hurmatli ustozlar, biz bolajonlarimiz bilan birgalikda sahna ko'rinishlarini tayyorlagan edik. Ayrim sabablarga ko'ra, ya'ni ob-havomizni hisobga olgan holda qisqartirish kiritdik. Sahna ko'rinishimizni oxiridagi yodlagan bir misra she'rini ijro etib bersa degan edim.
Erinchoq dangasa bola emasmiz, shunchaki yoshimiz 6da. Biz ham kelasi yil sizga o'xshab maktabga boramiz. Biz sizlarga bilimlar kalitini beramiz. Sizlar ham bizga o'xshab maktabga chiqasiz. Bog'chaning eng a'lochi bolasi bo'lasiz. Biz sizlarni kutamiz. Qani bolajonlarim, bilimlar kalitini olingchi. Barakalla. Biz sizlarga omad tilaymiz. Maktabda a'lo bahola o'qinglar. Sizlar bilan xayrlashamiz. Lekin hozir emas, bayramdan keyin. Barakalla bolajonlarim. Voy, bu kalitni qulfi bo'lish kerak. Shikalatlari ko'p bo'ladi. Kelinglar bolalar, izlaymiz. Ungacha akalarimiz savol berishsa. Qani bilimini ko'raylik. Shunaqami? Bo'ldi. Unda bolajonlar tayyormisiz? Siz esa izlang sandiqni. Topasizmi, topa olmaysizmi? Qo'g'irchoqlarni tashing. Biz harflardan so'zlar hosil qilib berishimiz mumkin. Lekin vaqtimiz yo'q. Shuning uchun sizlarga savol beramiz. Qani, davramizga ota-onalardan taklif qilamiz. 5 minut vaqtingizni olamiz. Tez. Keling. Bitta savol beramiz, bo'ldi. Bolajonlarim sizga savol berishadi. Har safar siz bolajonlarimni savol-javob qilasiz, to'g'rimi? Endi navbat bizga, onajonlar. 5 minut. Keling. Bizni shartimiz bor, qani? Yo'qmi, shuncha onajonlarim bor, nahotki. Keling. 3ta. Hammaga bitta savol, bitta javob. Shartimiz shundan iboratki, siz 3 gacha sanagunimizcha javob berishingiz kerak. To'g'rimi bolajonlar? Sanaymizmi 3 gacha? Boshladik. Lotin alifbotda nechta harf bor? 29 ta. Qanday harflardan iborat? Unli undosh harflardan iborat. Bilarkan-a bolajonlar. Daraxtda 5 ta qush bor edi, yana 3 ta qush uchib keldi, yana 2 ta qush uchib ketdi. Sanaymiz bolalar. 1, 7 ta. to'g'rimi? Nimaga? Bog'chapalarimiz chaqonlik qilishdi. 6 ta. Biz savolni tez etamiz onajonlar. Qani keling. To'xtab, keling, opa, mikrofoningizni yoningizga qo'ying, keling. Almashing. Mamlakat so'zini bilmayman. Mamlakat. Yo'q. Nechta bo'lgan? Topib qo'ydilar. Topdimi bolajonlar? To'g'rimi? Barakalla. Endi to'xtang. Biz har doim mashg'ulotlarda eng yaxshi qatnashgan bolalarimizni, jamiki bolalarimizni rag'batlantiramiz. Bugun sizlarni rag'bat oladigan kuningiz, to'g'rimi bolajonlar? Mana, bugun bir bola bo'lib ko'rishsin-a. Bu shirinlik mumkin emas. Siz ham o'zingizdan kattalardan so'ragan holda iste'mol qiling.
lekin bo'lmagan. Rahmat, kalitni topolmadingizmi? Kalt yo'q, kalt yo'q. Kalt bormi? Kalt yo'qmi? Sandoni kaliti qayerda? Dilfuza Haydarovna yoki Nargiza Rayimnadami, a? Qandaydir ovoz eshitildi-ya. Ochdik. Shirinlik yo'q-ku. Sen kimsan? Kimsiz? Kimsiz? Biz ham sizni tanimadik. Afsuski buni bizga musiqa ustozingiz tushuntirib beradi. Marhamat. Buni tanidinglarmi? Kimligini bolalar? Tanimadinglarmi? Mana Hokim Muhammad. Tanimadinglar. Tanimadik. Mani ismim Musiqa Savodi. Ana endi tanidik. Biz san orqali raqsga tushganmiz, ritmik harakatlar qilganmiz, ashulalar aytamiz. Bo'ldi. Voy, qani ritmi chiroyli, qani bolajonlar unday bo'lsa boshladik. Adamım. Adizmi? Mubina qizim sizchi? Oyimda. Dadamda. Barakalla, juda ham yaxshi qani. Adam bilan bunda. Sizchi? Dadamni. Barakalla. Ko'rib turganingizdek, endi davramizga biz adalarimizni taklif qilamiz. Marhamat. Qizlarimiz hayotidagi ishongan tog'i, suyanchig'i, har doim uni qo'llab-quvvatlovchi bu ularning adalaridir. Marhamat otajonlar da qizlar joyimizga
Sevgi bahçe abam, böyle gül açmaz annem. Musikacı ayam, bizlerle canla sevgen. Dil öğretuvchi abam, bizlerle öpmeymiz. Sevimli dilekler abam, ay sevimli bahçem. Sevgi bahçe abam, böyle gül açmaz annem. Musikacı ayam, bizlerle canla sevgen. Dil öğretuvchi abam, sizlerle unutmaymiz. Sevimli dilekler abam. Bu daqiqalar farzandingiz haqida umr qolsin. Ты не спишь, подушка смята, одеяло на весу. Носит ветер запах мяты, звезды падают в росу. На березках спят синицы, а воржи перепела. Почему тебе не спится? Ты же сонная легла. Ну почему тебе не спится? Ты же сонная легла. Маленькая дочка, как игрушки, разбросала косы по подушке. Взрослая, совсем уже невеста. Маленькая дочка вырастает, но, надеюсь, все же оставляет в сердце для отца немного места. Где-то плещут океаны, спят медузы на волне. В зоопарке пеликаны видят Африку во сне. Черепаха рядом дремлет, слон стоит, закрыв глаза. Снятся им родные земли, а над землями гроза. Снятся им родные земли, а над землями гроза. Маленькая дочка, как игрушки, разбросала косы по подушке. Взрослая, совсем уже невеста. Маленькая дочка вырастает, но, надеюсь, все же оставляет в сердце для отца немного места. Маленькая дочка вырастает, но, надеюсь, все же оставляет в сердце для отца немного места. В сердце для отца немного места. Но, надеюсь, все же оставляет в
сердце длятся немного места. Bir taklif edi. Shartlarimiz bor. Faqat onajonlarimiz Kelinglar bolalar, bolakalar keling. Kelinglar bolalar. Qadrli ota-onalarim, adajonlar, xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Ozgina siz uchun boshqacha tuyulishi mumkin, lekin bu bizni bog'chada bo'ladi. Shamni puflisiz, mashina haydash hammanglar bilasizlar. Mashinani tez haydaysiz. Demak, birinchi qatordagilar rol vazifasini bajaradi. Oxirgi qatordagilarimiz ularga yordamlashadi. Shamni puflisiz, tugasiz. Qorningizga qo'yasiz, sherigingiz bilan birga yurasiz. Mana bu marragacha kim birinchi kelsa, o'shalar yutgan bo'ladi. Qani, rollarimiz turib oling, siz rolsiz, ushlab oling, haydaymiz. Svetoforlar bor. Qani, bog'chapa ham bog'chapalik qilsin deysizga. O'shang adasi tushib ketib qoladi. O'shang tushib ketib qoladi. Shartlik, qani boshladi. Sharp puflisiz, tugasiz, qorningizga qo'yasiz. To'g'ri shart. Keyin birgalikda yuramiz. Qani tezlashinglar, qani. Tugib, o'rtaga qo'yasiz, qo'lingiz bilan birga taraf. Qo'l ishlash mumkin emas. Qorin bilan. Adamiz ko'p ekan. Kichkinaroq. Boshladik. Kim tayyor? Qo'ying, xolasingiz ko'kragiga qo'ying. Rolimiz tayyor. Olajonlar, takliflar qani? Birinchi o'rinni olgan adajonlarimiz marhamat chapingizdan. Adajonlar bog'chada shunaqa shoshqaloq bo'ladi. Start etaman deydi, boshlab oladi. Qani, sovg'alarimizdan olib kelib beringchi. Osiyo, o'sha qizim sovg'adan olib keling. Shirinliklardan olib keling. Kimdir yordam berib tursa bo'larkan. topishmoq beraman, topishmoq javobini topasiz. Qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar. Qani. Tuzing, aylaning. Kim yordam beradi? Yo'q, aylanamiz. Ha, aylaning.
Bo'pti. Mayli, ha. Endi bilimlar manbai. Kitob. Keyin teskarisiga to'g'rilab. Keyin teskarisiga qilib qo'yibdi, yordam beryapti. Seni shuni aylantirib ishlab oling. To'g'rilab ishlab oling, adasi. Seni to'g'rilab ishlab oling. Bitta teskarisiga xafa bo'lib qoldi, ana. Qani? Barakalla. Judayam yaxshi. Endi Oqsuv dunyosidagi eng katta jonzot. Ket. Qani? Ket. O'zini tezligi bilan mashhur bo'lgan jonivor. Ipak. Yo'q, uy hayvonlari. Qani? Ot qani? Rahmat. Endi Fotimaxon bularni ham bir taqdirlasangiz, juda ham chiroyli ishtirok etishdi. Rahmat. Barakalla. Yutib ketarkansiz bu shirinliklarni. Endi navbatni sizlar o'rgangan raqs va ashulalarga beramiz.
jon kuydirib mehnat qiladigan insonlarga rahmat aytish fursati ham yetib keldi. Aziz bolajonlarimiz, qadrli ota-onalar, siz kelasiz, bog'chapasi mashg'ulot o'ting, bog'chapasi o'sing, bog'chapasi izlaning. Lekin bizning har bir qadamimizda, har bir erishgan yutug'imizda bizning bog'chamizda mehnat qilayotgan hamkasblarning o'rni beqiyosdir. Biz ulardan ta'lim, tarbiya olamiz va o'samiz. Bugun biz ustozlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. To'g'rimi bolajonlar? Qani turib oldik, bir qator bo'lamiz. Har qadamingizda ustoz sizga yo'ldosh bo'lsin. Bir qator bo'lamiz. Ruslan Shakirni. Onajonlar, endi esa mard o'g'lonlarimizni raqsini tomosha qilamiz. Marhamat. Gruziya davlatiga sayohat qilamiz. Bilasizmi shuni, bilmaysizmi, tanimaysizda, sababchisini aytayim buni. Mening dadam eng yaxshi dada, yuzim doim quvonchdan kular. Taniganlar hammasi bilar, boyligim va borlig'im ular. Mening dadam eng yaxshi dada, ming shukrlar senga Xudoyim. Yonimdalar kunda har doim, yuz yoshlardan oshsin iloyim. Mening dadam eng yaxshi dada. Barakalla, asal qizim. Tayyormisiz? Bunday bo'lsa, ustozimizga marhamat.
qo'shiqchilarimiz ijrosidagi raqsga marhamat tomosha qiling. Do re mi, do re mi fa sol la si do re mi, do re mi fa sol la si do la 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 la. Проверяем звук, мы в супершоу, это хорошо. Эй, мама, оторвись от дивана, танцуй вместе с нами. Хватит путаться у меня под ногами. Диджей нажимает на плей, некогда спать, всем на детской пати. Оу, в этом треке всего 7 нот, запоминайте. Колечку баскова слушали? До ре ми, фа соль ля си до ре ми, до ре ми фа соль ля си до ре ми, до ре ми фа соль ля си до ла 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 ла. Кто придумал этих детей? Стоп, зажигаем стоп. Мы с тетей Верой поем не под фанеру. Всегда с нами музыки, звуки. Где же ваши руки? Где мои танцевальные туфли? Да-да, вы без нас никуда. Здесь на танцполе ты уже суперзвезда. Москва, Лас-Вегас, Канны, всюду великаны. Лучше в Сочи. До ре ми, фа соль ля си до ре ми, до ре ми фа соль ля си до ре ми, до ре ми фа соль ля си до ла 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 ла. До ре ми, фа соль ля си до ре ми, до ре ми фа соль ля си до ре ми, до ре ми фа соль ля си до ла 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 ла. Everybody, come on! Do re mi, fa sol la si do re mi, do re mi fa sol la si do re mi, do re mi fa sol la si do la 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 la. Do re mi, fa sol la si do re mi, do re mi fa sol la si do re mi, do re mi fa sol la si do la 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 la. Do re mi. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фанатекой. Едем с гаража угнав папину победу. Едем в соседнее село на дискотеку. Весна, на улице опять весна, а пацанам соседским, как и мне, не до сна. Коты, орали за окном, скоты рвали на куски мне душу. Где же ты, она. Она любила кофе в обед, и по утрам ее вкусный омлет. Она любила жить без проблем.
мама, но она хитрая, словно лиса. Меня манили ее глаза, меня манили ее губы. Я ее встретил и замер. Меня манили ее руки до скорой встречи глазами. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая, самая. О боже. Слова любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами желтыми нас вели сквозь туман. Любить я раньше не умела так огненно, пламенно. В душе моей неосторожно вы разбудили вулкан. Помоги мне, помоги мне, темноглазую ночь зови. Видишь, гибнет, сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Разбудит день, как поцелуй, танцует мир, и ты танцуй. Твоя судьба не злобит пуля, и если жив, иди танцуй. Сегодня жизнь схватила руль, иди за ней, давай танцуй. Когда не ясно, что к чему, успей грустить и танцуй. Танцуй, как Петя любит жить на свете, Леша любит быть хорошим, Женя любит быть в движении, Коля лучший на танцполе. Бабуля, бабуля, бабуля. И никогда не депрессуй, ты оптимист, иди танцуй. Среди ветров, дождя и бурь, ты улыбайся и танцуй. Не падай вниз и не психуй, прекрасна жизнь и ты танцуй. Не напрягайся, а кайфуй. Танцуют все, иди танцуй. Танцуй, как Петя любит жить на свете, Леша любит быть хорошим, Женя любит быть в движении, Коля лучший на танцполе.
Yurtimizning yana bir iqtidorli tarbiyalanuvchisi ashulasini yod olib kelgan. U xayr bog'cha uchun tinmasdan mehnat qilib mana shu ashulani yod olgan. Boshidan oxirigacha yordam berib turibdi. Mana hozir ham qo'llab-quvvatlab turibdi. Minnatdorchiligimni bildiraman. Imron. Qadrli aziz ota-onalar, har bir tarbiyachini oldiga qo'ygan maqsadi bo'ladi. Yil davomida mana shu uchun harakat qiladi. O'ylaymanki, maqsadimning 100% ga bo'lmasa ham anchasiga erishdim. Bolajonlarim ko'z o'ngimda katta bo'lishdi, mehr qo'yishdi, ba'zan tortishdik, lekin ular xuddi onasi kabi bag'rimga yugurib kelishdi. Bolalarim maktabda a'lochi o'quvchi bo'lishlarini tilab, ular bilan birgalikda ashula ijro etmoqchimiz. Biz buni birgalikda yozdik, to'g'rimi? Marhamat.
gap tamom. Ta'zim qilar rahmat deysiz, rahmat bog'cha opajon. Xayrlashib bog'cha bilan yo'l oldik maktabga. Ta'zim qilar rahmat deymiz sizga bog'cha opajon. Xayr bog'chajon. Xayr bog'cha opajon. Qayda yuzaysiz eslar. Ulug'laymiz hech qachon. Yillar o'tib ulg'aydingiz, olinib yilib sirlari. Ta'lim bergan ustozlarga deymiz rahmat oxiri. Yillar o'tib ulg'aydingiz, olinib yilib sirlari. Ta'lim bergan ustozlarga deysiz rahmat oxiri. Xayr bog'chajon. Xayr bog'cha opajon. Qayda yuzaysiz eslar. Ulug'laymiz hech qachon. Vatan mehri ulg'aytirdi, oq yo'l bering bizlarga. Yaxshi niyatlaring bizning aziz parokozlarga. Vatanimizga o'rgatdingiz, oq yo'l bering bizlarga. Yaxshi niyatlaring bizning aziz o'g'il qizlarga. Xayr aziz bog'chajon. Xayr bog'cha opajon. Qayda yuzaysiz eslar. Ulug'laymiz hech qachon. Xayr aziz bog'chajon. Xayr bog'cha mukammal. Endi esa bizning yana bir tarbiyalanuvchimiz, iqtidorli tarbiyalanuvchimiz Oyshaga navbat beramiz. Inomjonova Oysha yarim yil davomida skripkaga qatnadi, to'garaklarga. Hozir Allegretto chalib beraman. Marhamat, tinglang, tomosha qiling. Kayfiyatingizni ko'taring. barakalla.
please come to me. Don't bury thoughts that you really want. Lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this. Just call my name, I'm yours to take in the middle of the night, in the middle of the night. Break your face all night long till morning comes. I'm getting what is mine, don't get yours. In the middle of the night, in the middle of the night, oh. These burning flames, these crashing waves wash over me like a hurricane. I captivate, you're hypnotized, feel powerful, but it's me again. Lay me down, 'cause I know this, 'cause I know this. In the middle of the night, in the middle of the night, just call my name, I'm yours to take in the middle of the night, in the middle of the night. I'm wide awake, break your face all night long till morning comes. I'm getting what is mine, don't get yours, oh no. In the middle of the night, in the middle of the night, just call me up, just call I summoned you, please come to me. Don't bury thoughts that you really want. I fill you up, drink from my cup. Within me lies what you really want. Come, lay me down. 'Cause you know this, 'cause you know this. In the middle of the night, in the middle of the night, just call my name, I'm yours to take in the middle of the night, in the middle of the night. I'm wide awake, break your face all night long till morning comes. Don't get yours, don't get yours,
Just call taqdirlash marosimiga ham yetib keldik. Marhamat, Dilfuza Haydarovna. Nargiza Raimovna. Taqdirlashga navbat yetib keldi. Murodjonov Mirkomil. Bolajonlar, keling chiroyli bir joyga o'tirib olamiz. Mana shu chiroyli sahnamizda taqdirlash marosimini o'tkazamiz. To'yib Umar. Shavkat Qahramon. Chop boramiz, bolalar. Rasulova Safina. Mamadjonov Imron. Mavlanova Mubina. Ne'matullayev Asrorbek. Qayumbekov Muhammad Loyiq. Inomjonova Oysha. Xayr bog'cham, gul bog'cham, xayr chiroyli uycham, xayr qo'noq do'stlarim. Sizni unutmayman hech ham. Hasanov Begali. Alisherov Akobir.
barakalla o'g'lim. Norpo'latov Muhammad Ali. Saparova Sadiya. Mamajonov Imron. Shu тебе есть. Mo'minjonov Usmon. Abdug'afforov Muhammad Ali. Sherif Abdulloh. Sa'dullayev Umidjon. Ismini e'lon qiling. Sa'dullayev Umidjon. Jumayeva Shukrona. Hamma o'g'ildimi Fotima? Kim qoldi? Hurmatli aziz ota-onalar, ustozlar, jajji bolajonlar, shu o'rinda mana shu bayramda jon kuydirib, yelkama-yelka mehnat qilgan, injiqliklarimga chidagan, bolalarimni shovqiniga chidagan, mana shu chiroyli raqslarni tayyorlab bergan musiqa ustozimizga minnatdorchilik bildiramiz. Ishingizga omad, har doim shunaqa energishli bo'lib raqslarni zo'r tayyorlang. Sizga rahmat. Kafe chalib qo'yish ustozimga. Sani ham bir og'iz gapingiz bor. Ketib qolmasin. Yo'q, ketib qolmaydi. Ota-onalar, sizlarga bayram yoqdimi? Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ota-onalar, jajji bolajonlar. Xush kelibsiz bugungi tadbirimizga. Bolajonlarimizni hammasini chin ko'nglimdan tabriklayman. Maktab atalmish katta bir hayotga yo'l qo'yayotganidan ilk qadamlari qutlug' bo'lsin. Bog'chani a'lo baholarga bitirdi. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa maktabni undan-da a'lo baholarga bitirib, har doim yuzlarimizni yorug' qilib, eng kamida biz orzu qilgandan-da ziyoda farzandlar bo'lib, hammamizni ko'zimizni quvontirsin. Bog'cha opasiga ham kattakon rahmat. Shunchalik shu bolalarga qarab, shu kungacha olib kelib, shunchalik iqtidorini namoyish qilib, ilmini, bilmini o'rgatib, ta'lim tarbiya o'rgatgani uchun bog'cha opasiga ham kattakon rahmat. Yana bir rahmatni aytaman deb Asrorbekning bobolari Samarqanddan kelgan ekanlar. Ikki og'iz so'zlarini olaylik, shu kishini chaqiramiz bugun. Assalomu alaykum hurmatli aziz bolajonlar, ota-onalar, mana ustozlar. Bugun juda bir chiroyli tadbir bo'ldi. Hammamiz xursand bo'ldik. Mana shu bolajonlar qatorida bizni ham Navramiz Ne'matullayev, Asrorbek ham juda ham mana bugun o'qishni, yozishni, qisqasi hammamiz shu yerda o'tirgan bolajonlarimiz maktabga tayyor. O'qishni ham biladi, yozishni ham biladi. Endi faqatgina bularning oldida juda katta
finish turibdi, marra turibdi. Faqat ishlar o'qish kerak, erinmaslik kerak. Bolajonlar, sizlarga omad. Oq yo'l sizlarga. Rahmat sizga. Biz mana shu bog'cha mudirasi Dilfuza opaga o'zimizni mana shu Ruxsor opa nomidan, Raditilla nomidan kichkina bir tashakkurnamamiz bor edi. Nargiz opaga, Dilfuza opaga, Malik opaga, Monisaga, keyin har doim bizani bolalarimizni qo'llab, energiyasini oshirib, toshirib, hamma injiqlikka chidagan Muzrabotligimizga kattakon rahmat alohida bering Mahira. Kichkinagina sovg'amizni qabul qiling. She'r o'qib turaman kelganlaricha Dilfuza opa. Ruxsora uchun atiydan juda ko'p she'rlarni tanlab bitta she'r topdim. Shodlik, quvonchlarga to'la barcha qalb. Bu aziz dargohda bayramdir bugun. Bilimga erishgan baxtimiz sabab biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Maqsadi ulug'vor, qadami qutlug'. Zaboni shirin u, kalomi qutlug'. Onadek mehribon, otadek ulug'. Biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Ishlaydi, yashnasin yorug' olam deb. Vatanim, g'ururim, yurak nolam deb. Barchani birdayin suygan bolam deb biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Tunu kun zahmatli mehnati haqqi, qalblarga singdirgan san'ati haqqi, vatanga shu buyuk xizmati haqqi biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Olamda mo'tabar ustoz degan zot, parvozga shaylangan bergan ul qanot, ko'ksi tog', qalbida metindek sabot. Biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Siz sabab dunyoni tanidik bizlar. Kamolga yetishdik yigit-u qizlar. Dunyo turguncha bor bo'ling sizlar. Biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Biz ta'zim qilamiz Ruxsora Shakirovna uchun. Kichkinagina tashakkurnomamiz bor. Dilfuza opa haqiqatda qattiq qo'l rahbar bo'lgan joyda haqiqatda ish chiroyli bo'ladi. Bundan keyingi ishlaringizga rivoj, hamma xodimlaringiz bundan-da yuzingizni yorug' qilsin. Mana shu bolalar har doim eng kamida prezident, hokimlar bo'lib, o'zini sohasini yutuq egasi bo'lib, shu televizorlarga chiqib 123-bog'chada ta'lim tarbiya olganman deb rahmat aytib yursin sizlarga. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kichkinagina tashakkurnomamiz Nargiz opa, Malik opa, mehnatlaringizga rozi bo'lingizlar. Kattadan katta rahmat. Monisa opa. Biza ozgina bo'lsa-da shu o'zimizda minnatdorchiligimiz bor Ruxsora Shakirovnaga. Kattadan katta rahmat aytamiz. Mana shu bolalarni har bitta yutug'ida men o'ylayman Ruxsora Shakirovna xizmatlari juda katta. Kattadan katta rahmat. Shularni baxt kamolini ko'rib yuring farzandlaringiz qatori. Shular ham sizni yuzlaringizni yorug' qilib, ertaga 40-50 ga kirganda ham sizni bayramlaringiz bilan tabriklab keladigan bolalar bo'lsin. Ko'rib, sizni ko'zlaringizni quvontirib, orqangizdan faqat yaxshi gaplar eshitadigan farzandlar bo'lsin. Eng kamida juda bir katta yutuqlarga erishadigan farzandlar bo'ladi, ishonaman. Bugun bizni 11-sinflar bitirdi, ko'zimizga yosh kelmadi. Bugun ko'zimizga yosh keldi haqiqatan ham. Sizda shu bolalarga bo'lgan mehringizdan Raditlarimiz, hamma ota-onalarimiz birgalikda harakat qildik. Oz bo'lsa-da ko'p o'rnida ko'rasiz. Mehnatlaringizga rozi bo'ling.
Mohira tez gapirgani bilan ishonmaysiz, sizni eng ko'p yaxshi ko'radigan Mohira bo'ladi. Hammamizni birlashtirib, davay deb qatlagacha olib borib kelgan Mohiraga ham katta rahmat. Bog'chada mehr bilan tarbiyaladingiz, o'rgatdingiz. Mehringiz va g'amxo'rligingiz uchun sizga rahmat aytamiz. Rahmat oysha. Xursand bo'ling. Sizga rahmat aytamiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Sabr